Sizlar tayyormisizlar? 1, 2, 3 portlatamiz qochish kerak endi botdan. Oldinroq. Ha, shloqlar, hammasi tayyormi? Aytganimdek qildinglarmi? Ha, kapot. Chiron yoqinglar bo'lmasa, bitta ko'ringchi. Qani? Wow, nima bu qishloqlar nima qildi? Botni namuncha zo'r, namuncha dinamit ko'p botdi. Ha, kapot, hammasi savocha tayyor. Anu nima u? Kuchli dinamit kapot o'rindi. Uy, namuncha ko'p dinamit qilib tashladinglar. Hamma yoq dinamit bilan to'lib yotibdi. Kapot, bizachi 84 ta dinamit qildik. Nima 84 ta dinamit deysizlarmi? Voy, namuncha ko'p. Mana dinamit qaysi? Bunaqa dinamit qaysi olov rangli, bunaqa dinamit musli dinamit. Oho, nima bu namuncha katta gigantskiy dinamit. Bu qishloqlar masligi unaqa ko'p qilmadinglar. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Kompot yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, men qishloqlarga yetuvdim. Mana videoim uchun dinamit qilinglar deb avla vashi 84 ta dinamit qilib tashlashibdi. Mana qaranglar, bitta videoga ham sig'maydi bu, to'g'rimi? O'sha menda 6 yil oldin chiqdi dinamit portlatishim. Endi bugun portlatib ko'ramiz sizlar bilan. Eng qiziq dinamitlarni qishloqlar menga yig'ib beringlar. 20 ta yig'ib bersanglar bo'ldi. Bo'ldi Kompot, 84 ta dinamitdan 20 ta eng qizig'ini yig'ib beramiz. Keyin biz qishloqqa borib, bularni portlatamiz. O'zimizni qishlog'imizga chiqib, mana rang-barangli dinamit. Bularni men bilaman, lekin men boshqalarni bilmayman. Bularni men portlatib ko'rganman. Ammo qora dinamit qaysi? Har xil dinamitlar bor ekan. Mana gigantskiy dinamit. Buni videoni oxirida portlatib ko'ramiz do'stlar. Shuning albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Qishloqda yig'ib bergan men portlataman. Bo'ldi Kompot 20 ta eng zo'r dinamit yig'ib beramiz. Hammasi portlatib ko'rsa, hammasi qiziq ekan. Qishloqlar rahmat, shunaqa zo'r dinamit qilib berganing uchun. Mayli do'stlar, men yig'ib boraman qishloqga. Qani qishloq qochinglarchi, sizlar bilan Kompot kelyapti. Sizlarning qishlog'inglar bugun yo'q bo'ladi. Meni robotimni qaranglar, dinamit robot. Qani bo'ldi. Qishloqlar menga eng qiziq 20 ta dinamit yig'ib berishdi. Bundan ham qiziq bo'lmas kerak endi men uchun qiziq degani vashi eng oxirgi dinamit portlashimiz qiziq bo'lsa kerak. Lekin portlatib ko'rmaganman, o'shaning uchun sal chetroq olib qo'yamiz, sal keyinroq portlatamiz bu dinamitni. Qaysidan boshlasam ekan? Sal onsoroqdan boshlaymiz bo'lmasa, ana kichkinagina dinamitdan boshlaymiz. Qani bo'lmasa portlatib ko'ramiz bu kichkinagina dinamitni. Nima bo'lar ekan? Davay oddiy portlash bo'ldi. Bilinib turibdi shunaqa oddiygina bo'lishi uchun. Chunki kichkinagina dinamit edi. Shuning bunaqa sal kattaroq dinamit. Nimaga o'xshaydi? Bu qanaqadir archaga o'xshar ekan. Bu dinamit rostdan ham archaga o'xshar ekan qanaqadir. Portlatib ko'ramiz bo'lmasam, tepaga tushib ketganini qaranglar. Nima bo'ladi endi? Qoch. Mayli, tushunarli do'stlar, olov yotibdi. Hamma yoq sekin. Olov meni tekka o'chirish kerak bo'ldi do'stlar. Bu dinamit portlatdik. Bu dinamit tepaga uchib zo'r ekan, lekin bu dinamit menga yoqdi. Keyingi dinamit qanaqadir nima split dinamit. Mana endi qanaqadir g'alati forma ekan. Mayli, buni ham portlatib ko'ramiz. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu dinamit formasi g'alatiroq ekan. Tushunarsiz? Dinamit ko'p portlaydi hozir. Qopqon dinamit ekan bu. Mayli, oddiy dinamit ekan, lekin o'zidan ko'p dinamit chiqazar ekan. Qo'rqasizlar, lekin uncha qo'rqimchili emas ekan. Birinchi dinamitga o'xshab oddiygina dinamit ekan. Tuzoq dinamit ham bo'ladi. Bu ultra TNT. Ultra dinamit portlatib ko'ramiz. Bu ultrasi nima qilar ekan hali? Qani portlatib ko'raylikchi. Mana dinamit qaranglar. Davay portlatib ko'ramiz. 1 2 3 qochish kerak. Nima bo'lar ekan bu ultra dinamitdan? O'lib qolmasam bo'ldi do'stlar. Qoch portla. Tushunarli do'stlar. Bu ham meni o'ldirib qo'ydi. Bu ham meni archa dinamitinim. Go'limni olsa o'shanga o'xshab xuddi shunaqa olov tarqatar ekan o'zidan. Mayli, tushunarli dinamit shunaqa bo'ladi-ku. Bu qanaqa dinamit? Nima bu? Damlamali dinamit. Qanaqadir nima damlama tarqaydi. Endi bu dinamitdan portlatib ko'raylik. Bilamizda keyin davay
portlar. Rostdan ham aytganimdek do'stlar, dinamitdan damlamalar tarqatib ketsa, aytdim, damlamali dinamitmi dedim. Damlama tarqatib ketibdi. Mayli bitta damlayam ushlamadim. Mana dinamitga anchadan beri ko'zim tushyapti. Bu qanaqadir dumaloq dinamitmi deyman-da. Qani portlarni ko'ringlar-chi, bunaqa dinamitda. Nima bo'lar ekan? Dumaloq portlash bo'ladimi yoki qanaqa portlash bo'ladi? Qani zo'ravol. Mana buni ko'ringlar. Voshye aytganimdek dumaloq portlash bo'ldi, lekin voshye do'stlar, hamma yoni bizib tashadi-yu. Hamma yoni dumaloq tashadi. Voy, mana dinamit lekin menga juda ham yoqdi. Voshye zo'r ekan, lekin bunaqa magnit dinamit qanaqa portlar ekan? Bu magnit dinamit rostdan ham magnit turgan ekan. Nima o'zimga olib keladim buni? Nima bo'ldi endi? Yo'q, men magnit emasman, senga temirmasman. Mayli, tushunarli, qiziq emas ekan, oddiy o'ziga tortib olar ekan, aytganimdek bo'ldi. Keyingi dinamit portlatib ko'ramiz bo'lmasa, keyingi dinamit qaysini tanlasam ekan? Bunaqa dinamit tanlaymiz. Bunaqa dinamit hozir mana bunaqa to'g'rilab oling hammasini. Hali ko'p dinamit bor, ani laboratoriyada qancha dinamit bor ya. Bunaqa dastakli dinamit. Endi nima bu? Porshnya bilan dinamit ekan, sekro nima bo'lyapti? Sekin voy, momuni qoraylar nima bo'lib ketdi? Bo'tda qo'rqib ketdim, qanaqadir. Rostdan qanaqadir porshnya bilan dinamitmi? Oddiy zajgalka kerak emas ekan, dastak bo'lar ekan, bitta tortasizlar bo'ldi. Bu dinamit ham qiziq ekan. Qiziq desa bo'lar ekan, lekin uncha o'ron chakmas ekan. Zato joyi katta ekan, o'ziga chakadigan o'ro. Keyingi dinamit bu qanaqadir nima bu endi? Qanaqadir bilmasam, endi portlatib ko'rsak bilamiz-da. Rostdan ham endi sigir shotda turmoqchimisan, normal shot tursa ham bo'ldi. Zo'r dinamitga o'xshayapti. Mana qaranglar, og'izlari ham qanaqadir zo'r ekan. Juda ham yoqdi ekan menga. Qanaqa chiqaman endi bu yerda do'stlar, lekin bu dinamit menga yoqdi qanaqadir, bilmayman. Qanotlar bilan dinamit. Bu ham endi zo'r dinamit portlatib ko'ramiz. Bayrammi dinamitmi? Sharlarni qaranglar, sharlar bo'lar ekan dinamitda. Bayram dinamit portlatib ko'ramiz. Hozircha shunaqa oddiy light o'sir dinamitlar portlatib turamiz. Qishloqqa qara hozir portlaydi. Qishloqqa qochib ketdim. Mana qaranglar, zaton botda. Do'na bunaqa tepsa bo'lar ekan, koppu dars tepilar ekan, bo'ldi. Bu dinamitda ham bilib oldik qanaqaligini. Shuncha keyingi dinamitga ham o'tsa bo'lardi. Chiterskiy dinamitga o'xshagan rostdan. Mana chiroyli ekan, lekin yashil qanaqadir chiterskiy dinamitga o'xshagan. Portlatib ko'ringlar-chi, bu dinamit nima bo'lar ekan? Qanaqadir nima bo'lyapti? Endi tushunmadim. Voy, aylanib ketdimi? Hali ham portlayapti, past qaranglar, hali ham portlab ketyapti. Qarang, tirlichi nima bo'lar ekan? Hali ham portlayapti, hamma ham portlab ketyapti do'stlar. Hamma ham portlab ketganini qaranglar. Vashshe mo'shin dinamit ekan, vashshe zo'r dinamit ekan. Tushunarli, juda ham ko'p dinamit portlagan. Bunaqa magicheskiy dinamit ekan. Bu qanaqadir oti ham shunaqa ekan, yalmoq dinamitga o'xshaydigan. Qarang, portlatib ko'ramiz, buni aylanyapti. Voy, vashshe zo'r dinamit ekan, lekin nima bo'lganini o'zim tushunmadim. Bloklarni aylantirib yordimi, tushunmadim. Mayli do'stlar, keyingi dinamitga ham o'tsak bo'lardi. Bu dinamitni ham tushunib oldik. Prosta aylantirar ekan, agar qishloq hammasi tirik bo'lganda, bunaqa bloklari tushunarli bo'lganda. Hozir ham bizlar yotishgancha tushunganimiz yo'q. Shuning uchun bunaqa kattaroq joyga chiqib qolamiz. Bizilmagan joyga demoqchiman. Bunaqa qora dinamit portlatib ko'ramiz. Qora dinamit lekin yomon portlash kerak. Nima vizir jinchimi? Nima skeletlar chiqib keldi, bora qolish kerak bu yerda. Tezroq yugurish kerak edi do'stlar. Hozir bu skeletlarni men yo'q qilmayin nasam bizda. Mamlaqa elektriskiy nima chiroyli dinamit. Mushamlar yo'q qilaman shu skeletlarni. Qani bu yoqqa kelinglar-chi endi. Hozir sizlarni yo'q qilaman deganda portlatib ko'ramiz. Bora qol skelet, bora qol omma tezroq portlaman, ba o'ldirganman skeletni sekin. Yes, sanu skelet yo'q bo'ldi, lekin men ham yo'q bo'ldim. Zato men tirollayman. Ular skeletlar tirolmaydi unaqa. Men uyga portlatib ko'ramiz. Bu uyni yo'q qilamiz endi. Nimaga bu uy tirik turibdi? Bu yerda bunaqa saru dinamit bilan mana bunaqa narsalar chiqib keldi. Oti nima edi do'stlar? Bilsangiz izohlarga qo'ying, ismini chiqarib qo'ydim nima edi? Oti bilan keyingi mamlaqa dinamit demoqchidim, lekin bunaqa dinamitga hali voqli. Hali men 3 ta bunaqa dinamit portlatishim kerak. Bunaqa dinamit bor ekan. Bu dinamit portlatib ko'ramiz. Bunaqa aylanyapti. Nima vaqtida to'xtatib qo'yadimi? Ha, vaqt to'xtatib qo'ydi do'stlar. Juda ham ajoyib, juda ham zo'r-ku, axir to'g'ri vaqt to'xtatib qo'ydi. Ota shunaqa ekan, chunki bu dinamit qanaqa ekan? Bu dinamit qanaqadir bilmasam, hammasi qiziq yotibdi, tushunmayman men qanaqaligini. Voy, chiroyli ekan, eng chiroyli dinamit va eng zo'r
tortib bo'lib qaranglar, nimadir uchib yuribdi. Chiroyli dinamitsa ham bo'ladi, bunaqa portlaganda. Menga yoqdi bu dinamit. Mayli, keyingi dinamitga o'tamiz. Bo'lmasa keyingi dinamit bizada bunaqa bo'ladi. Nima oti biling, oti nima bu? Buni ham qanoti bor ekan. Ana biza oqini portlatuvdik-ku, sigirli yonida. Xuddi shunaqani g'alati ekan bu jahannasi. Qani portlat ko'ramiz, tepaga uchyapti bu ham mayli. Otdi nima? Sekirro. Voy, yomon pastga tushib ketyapti. Namuncha pastga tushib ketdi. Mana qaranglar, chuqur qilib qo'ydi pastga. Bunaqa pastga tushsammikan do'stlar? Oddiy zo'r narsa yana. Bu anaqa shaxta qazishga shunaqa portlatasizlar, almazli ko'rib shaxta qazish. Lekin bu almaz ko'rmayapmiz, sakrab ko'ramizmi do'stlar? Mayli sakrab ko'raveramiz. Wow, даже bidrukka ham yo'q qolibdi. Bu pastda juda ham zo'r ekan, lekin mayli, bizda bunaqa oq dinamitmi, qanadir dinamit, bu oddiy dinamit ekan. Yo'q, masxara dinamit ekan. Mana qaranglar, yuzini ko'rib turibsizlar. Nima endi nimani masxara qilish kerakmi? Shunaqa mana do'stlar, endi shunaqa qilaman. Ustimdan ko'zma bu dinamitni uncha zo'r emas ekan, oddiy qolib ketgan dinamit ekan. Xo'p, endi biz bu qishloqni yo'q qildik, to'g'rimi? Bu qishloqda endi biz oxirgi dinamitni portlata olmaymiz. Robotimga o'tirib keyingi qishloqga borsa ham bo'lar ekan, chunki baribir bu qishloq yo'q ketdi. Unchalik ko'rinmaydi. Men yangi qishloqni yo'q qilmoqchiman do'stlar. Men ketdim, bo'lmasa yangi qishloqga keyin video yoqaman. Yangi qishloqga ham yetib keldim. Yangi qishloq. Hozir endi eski yo'q tashlab ketilgan qishloq olib qolasan deyman portlagan dinamitdan keyin. Qani hamma qochinglarchi, mana qishloqni to'g'risida bunaqa gigantskiy katta dinamit portlatib ko'ramiz. Tayyormisizlar do'stlar? Bo'lmasa 1 2 3 qochamiz. Nima bo'lar ekan do'stlar? Qanaqa portli. Qotmasa bo'ldi, Minecraft chiqilib buda. Voy, kattalashyapti yana. Nima bo'ldi? Momuni qoraylar olib chiqib ketgan. Voy, ekan. Voy do'stlar, uzolidan balandlikdan ham pastga tushib ketdim. Vashshe zo'r dinamit ekan-ku. Eng qiziq, eng zo'r dinamit o'zi shu bo'ldi. Sekin shu olamiz, robotim tirikmi? Mana robotim tirik ekan. Endi butna tezroq surish kerak do'stlar. Bo'ldi, hamma dinamitlarni portlatib ko'rdim. Hammasini emas, birinchi qismga sig'madi hammasi. Ana dinamitlarni xohlasanglar portlatishimni albatta like, obuna bosib tashlaylar. Keyingi qismini chiqazaman. Ana dinamit portlatayotganimni, chunki hamma dinamit portlatishga ulgurmadim do'stlar. Bo'pti, sizlar bilan xayrlashim kerak. Bor qolib botdan zombi nima qilsan? Videoyimni buzib mana sizlar bilan xayrlashim kerak do'stlar. Bo'lmasa qaysi dinamitlarga ko'proq yoqdi? Oxirgisidan tashqari, chunki oxir menga ham yoqdi. Like bosishni, obuna bo'lishdan chiqmasan, keyingi videolarimni kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.